Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar maydoni Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi. Buxoro shahrida o'tkazilgan ushbu ko'rgazma bu nafaqat ishga joylashishga ko'maklashuvchi platforma, balki yosh mutaxassislar, bitiruvchilar va ish beruvchi tashkilotlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni ta'minlovchi samarali maydon hisoblanadi. Buxoro viloyat hokimligi, O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Savdo-sanoat palatasi ko'magida tashkil etilgan tadbirda viloyatning turli hududlaridan kelgan yirik ish beruvchilar va ta'lim muassasalarini bitirayotgan yoshlar faol ishtirok etishdi. Muhtaram Prezidentimizning joriy yilning o'zida 3 ta yig'ilishlarda ta'lim sifatini oshirish, bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha qator vazifalar belgilab berildi. Shulardan kelib chiqib, kelajakka qadam dasturi doirasida Talaba Expo 2025 yurtimizning turli hududlarida o'tkazib kelinmoqda. Undan ko'zlangan maqsad bitiruvchilar bilan ish beruvchilar o'rtasida muloqotni kuchaytirish, bitiruvchilar bandligini ta'minlash. Bu ham muhtaram Prezidentimizning yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlardan biridir. Ko'rgazmada 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar 1100 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Biz bugun 500 nafar ish o'rni bilan ishtirok etyapmiz. Tadbir boshlanishiga hech qancha vaqt bo'lmasdan 50 ta nafar bitiruvchilar ishga qiziqish bildirdilar. Tikuvchilik fabrikasida tikuvchi, sifat nazoratchisi, dazmolchi, upakovkachi, keyin rus tili va kompyuterni biladigan yigit-qizlarni merchandising bo'limiga ishga qabul qilamiz. Oylik maosh 3 milliondan boshlanadi, 15 milliongacha. Mutaxassislik o'zimizda o'rgatiladi. Bizlar hozirda yosh mutaxassislarni qidiryapmiz. Ya'ni til biladigan va mehmonxonalarga xos bo'ladigan kasblardan reception, housekeeping, restoran menejmenti, restoran xodimlari shu ish o'rinlari bilan bozorga chiqqanmiz. Hozirda 20 nafar yoshlarimizni jalb qildik va kelajakda yana 100-150 nafar yoshlarimizni ish bilan ta'minlash maqsad deb olganmiz. Tadbir davomida ishtirokchilar ish beruvchi tashkilotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashish, o'zlarining rezyume va loyihalarini taqdim etish imkoniga ega bo'ldilar. Shuningdek, kelajakka qadam dasturi doirasida kredit mahsulotlari, startap va innovatsion loyihalar taqdimoti, moliyaviy va huquqiy maslahatlar, seminar, treninglar va ochiq muloqotlar ham o'tkazildi. Shuningdek, ko'rgazma doirasida ishtirokchilar Buxoro erkin iqtisodiy zonasiga tashrif buyurib, yirik korxonalar faoliyati bilan tanishdilar. Buxoro davlat texnika universitetining bitiruvchisi talabasi sifatida bugungi kelajakka qadam loyihasi bilan tubdan tanishib, o'zimga qiziqgan va o'zim yo'nalishimga mos bo'lgan ish faoliyat turlari bilan yaqindan tanishib chiqdim va qonarli shuki, bugunning o'zidayoq O'zbek neft va gaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gazli neft va gaz qayta ishlash boshqarmaligi bilan shartnoma tuzishga muyassar bo'ldim. Ularning mehnat sharoiti va ish sharoitlari, talablari va qonun-qoidalari menga mos tushdi. Va shuni qo'shimcha qilib, baralla aytib olamanki, bugungi kunda respublikamizda yaratilayotgan shart-sharoitlar yoshlarning ish faoliyatiga va amaliyotlarga jalb qilinayotgani bu ularga berilgan katta ishonch va rag'bat deb bemalol ayta olaman. Men Buxoro davlat texnika universiteti bitiruvchisiman. Hozirda yoshlarga berilayotgan imtiyozlardan kelajakka qadam loyihasidan 200 million kredit mablag'larini ajratishdi bizga. Hozirda mahalliy xom ashyolardan qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etdik. Hozirda yoshlardan 10 nafar talabalarni ish bilan ta'minlab kelyapmiz. O'zimizni tengdoshlarimiz, ya'ni talabalarni ish bilan ta'minlayotganimizdan albatta xursandmiz. Kelajakda harakat qilamiz. Bundan-da yuqori natijalarga erishishga. Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasida 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'z stendi bilan qatnashdi. 9000 nafardan ortiq bitiruvchilar tadbirda bevosita ishtirok etib, ularning 923 nafarining ish o'rinlari aniqlandi. 41 nafarining esa biznes loyihalari taqdim etilib, tadbirkorlikka yo'naltirildi. Albatta, bunday loyihalar yoshlarning kasbiy rivojlanishiga, bandligiga va mamlakat iqtisodiy salohiyatiga xizmat qiladi.